Dadasi, o'g'lingiz ham kap-katta yigit bo'lib qoldi. Ishlari tayin bo'lsa, endi uylantirish vaqti kelmadimikan, a? To'g'ri aytasan. O'g'lim, nima deysan? Endi uylanaqa bo'ldi. Biz ham nevara ko'rib to'yla qilaylik. Nega kulyapsan? Xullas, qiz topsang, o'zingga mos chiroyli bo'lsin, odobi ham go'zal bo'lsin, xo'pmi? Unda oyi, anu Madina bor-u. Qo'y o'sha Madinangni. Umuman senga mos emas. Menga umuman yoqmaydi uning. Boshqa qiz top. Oyi, nimaga Madinani yoqtirmaysiz? Hayotda ko'rmagansiz-amu. Nimasini ko'raman? Rasmini ko'rganim yetar. Menga yoqmaydi, tamom. Yo biron sababi bormi? Menga qara, sen bola. Mundoq o'zingni oynada ko'rganmisan? Kelishgan chiroyli yigit bo'lsang, senga kimlar qizini bermaydi? Yo'q, Madina senga umuman mos emas. Sen qayerdan bila qolding? Unga mos emasligini? O'g'lingni o'ziga qo'yib ber. O'zi tanlasin. Maqasa hayotiga aralashib. Nega aralashmas ekanman? Axir meni uyimga kelin bo'lib keladi-ku. Ertalab ketib kechqurun kelsa, kunduzi bilan men bilan qolsa, menga yoqish kerakmi? Uylanmayman deb yuraversam bo'lar ekan. Nega uylanmas ekansan? Uylanasan. O'zi sen xafa bo'lmaginu bolam. Seni deding yo'q. Bo'lmasa, o'zim senga qiz topaman. Sen uchrashuvga chiqib bersang bo'ldi. Hammasini o'zim qilaman. Ovqat yemasang, bor ishlaringni qil. Sen o'zi o'ylab ish qilyapsanmi? O'g'lingni xafa qilding-ku. Dadasi, siz ham bo'ldi qiling endi. Siz ham ertalabdan kechgacha ishda bo'lasiz. Bitta o'zim shumshayib qolaman. Sizga baribir, a? Shu kelin bilan men yashayman. Meni ham bunda o'ylasangizchi? Uni ustiga siz o'sha topgan Madinasini ko'rmagansiz. Voy, biram turq sovuqki. O'zing bilasan. Balani baxti sen uchun bir pul bo'lsa, bilganingni qil. Lekin keyin afsuslanib yurma. Nega afsuslanar ekanman? Shundoq ham bilganimni qilaman. Oling ovqatingizni iching. Ishonma. Qo'shni. Endi o'g'limni to'yini qilishimiz kerak. Shunga sizni chaqirtirgandim. Juda ham yaxshi qilibsiz. Bo'lajak kelinni qadamlari qut bo'lsin. Anvarjondek odobli kelishgan yigit mahallada bittagina. Agar o'zimni qizim bo'lganda, o'ylab ham o'tirmasdan sizga bergan bo'lardim. To'g'ri aytasiz. Shunda siz o'g'limga kimlarni havas kelmaydi? Maktabda o'qib yurganda ham, o'qishda ham hamma maqtardi. Endi bo'y-bastlari kelishgan o'g'limni o'ziga mos qiz topishim kerak. Masudaxon, men o'rtaga tusholmayman. Agar mabodo shunaqa bo'yi baland kelishgan chiroyli qiz topilib qolsa, o'zimga ham kerak. Siznikilar ham katta bo'lib qoldi, birpasda. Nimasini aytasiz? Mayli. Unday bo'lsa, kelinni o'zim topaman. Lekin to'y boshlangandan oxirigacha
turib berasiz, xizmat qilib berasiz. Albatta qo'shni, to'y bo'lsin. Biz xizmatda bo'lamiz. Ilohim aytganingiz kelsin qo'shni. Ha, Qani, choydan oling, oling. Keling. Oling, iching. Bola, mana bu qiz rasmini qara. Chiroylikgina qiz ekan, ismi Nargiza. Xolangni qo'shnisi ekan. Xolang shunaqangi og'zidan bol tomib maqtadiki, shunaqangi chaqqon, tillari shirin qiz deb. Men kecha sovchilikka borib keldim. Onasi bilan gaplashdim. Menga juda ham ma'qul keldi, bolam. Qara. Kerak emas, oyi. Menga hech kim rasmini ko'rsatmay. O'z bilasiz-ku meni ko'nglim kimdaligini. Yana o'sha gapmi? Men senga nima degandim? U qiz haqida boshqa og'zim ochma deganmidim? Agar onam rozi bo'lsin desang, meni duoyim olaman desang, ertaga Nargiza bilan uchrashuvga chiqasan. Bo'ldi, gap tamom. Men va'da berib qo'ydim. Meni bo'lg'usi qudalar oldida uyaltirmassan, ha? Oyijon, baxt majburiyat bilan bo'lmaydi-ku. Ha, qo'ying, o'zim xohlaganimga uylaning. Baxtchi vaqt o'tishi bilan o'zi keladi. Ertaga soat 4 da uchrashuvga chiqasan, gap tamom. Kiyinib chiroyli bo'lib boring, xo'pmi? Meni yuzimni yerga qaratma, o'g'lim. Tushundingmi? Xo'p. Eshitishimcha, universitetni tamomlagan ekansiz. Shunaqa. Qaysi yo'nalish? Iqtisod. Men esa hali ham o'qiyapman. Tarjimonlikka. Yaxshi-de. Juda ham kam gapirar ekansiz, a? Shunaqaroq. Erkak kishini shunaqa bo'lgani yaxshi. Ko'p gapiradiganlar menga yoqmaydi. Nargiza. To'g'risini aytaman. Onam sizni tavsiya qilganlari uchun keldim. Mendan xafa bo'lmasinlar deb keldim. Jiddiy inson ekansiz. Menimcha, biz til topishib ketamiz. Nimadir yeymizmi? Mayli. Qarab oling. Anvar, keldingmi? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Qiz yoqdimi? Chiroylimi? Bilmadim, oyi. Oddiy qiz ekan. Boshqalar qatori. Bu nima deganing? Oddiy deysanmi? Xolang qo'ng'iroq qildi. Nargizaga sen juda ham yoqibsan. Juda kelishgan, jiddiy yigit ekan debdi. Bo'ldi bolam, endi to'y boshlaymiz. Men hoziroq xolangga qo'ng'iroq qilib aytaman. Roziligimizni beramiz, xo'p? O'g'lim, mana ko'rasan, hali shunaqangi baxtli bo'lasan. Oyi, u qiz menga sal g'alatiroq ko'rindi. Shunchalik tez yoqib qolishim shubhali-de. Voy, bu nima deganing? Yoqqanni yoqdi deydi-da bolam. Menga qara. Sen Madinaga uylanish uchun har xil bahonalar qilaverma, tushundingmi? Muhimi, menga yoqdi. Keyin senga ham yoqib qoladi-da, o'g'lim. Yashaydigan men-ku, ojon. Boshqa qiz topaylik. Boshqa qizni nima qilasan, bolam? Chiroyligina, odobligina bo'lsa, uni ustiga sovuqqina emas, istarasi issiqqina. Gap unda emas. Uni turishi boshqacha. Bo'ldi, qil.
juda yaxshi qiz. Senga qo'y bersa, hamma qiz yomon. Madina yaxshi faqat. Bo'ldi, bor. Kiyimlaringni almashtir. O'rgildim. Endi xudo xolasa uyimizda to'y. Anvarjonni unashtirib qo'ydik. Voy, zo'r bo'pti, baxtli bo'lishsin. Kelin tomon ham rozilik berishdi. Nasib bo'lsa, kelasi oy to'yni boshlaymiz. Voy, namuncha tez. Endi bo'ladigan ishni bo'lgani yaxshi-da. Cho'zib nima qilamiz? Bo'lajak kelinim tarjimonlikka o'qirkan. Kelasi oyga qishki ta'tilga chiqarkan. Ha. Bir haftaga. Keyin sessiyasi boshlanarmikan? Shunga qudam to'yni o'sha paytga to'g'rilaylik deyishdi. Ha. Men ham rozi bo'lib qo'y qoldim. Ha, sal g'alati emasmi, Masudaxon? Ha, chunki to'yni har doim kuyov taraf belgilardi. Endi qo'shni to'g'risini aytsam, qiz taraf biroz zamonaviyroq. Ularda uyalish, cho'zib o'tirish yo'q ekan. Shatda hamma narsani joyida hal qilib qo'ya qolar ekan. Endi menga ham shunisi ma'qul-da. Qancha tez kelinni tushirib olsam, shu yaxshi menga. Ha, mayli, nima ham derdik. O'zingizga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da. 2 yosh baxtli bo'lishsin. Aytganingiz kelsin. Voy qo'shni, shunaqangi chiroyli kelin tanladim. Tezroqina uyimga olib kelib olmasam, yuraklarim gupurlab ketyapti. Keyin ko'nglim joyiga tushardi. Suqsirdek qiz. Qani, oling, olib o'tiring, oling. Dadajon, Rahmat, bolam, ko'p yashang. oyijon. Rahmat qizim, rahmat. Oyijon, men xonamda bo'laman, ishlarimni qilaman, maylimi? Mayli, bora qoling qizim. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Siz ham choy ichib ola qoling, bolam. Yo'q, sizlar bemalol, yoqimli ishtaha. Qarang, kelinimizni odobini. Qaragan sari ko'zing qamashadi-ya. Biram hokisor, biram shirin. Nima gapirsam, xo'p bo'ladi oyijon deb turadi. Xudoga shukr, niyatimga yetdim. Ha, yaxshi. 2 yosh baxtli bo'lsin. Ha, Bizga shuni o'zi yetadi. ertagachi kelin o'qishini bitirsa, katta joylarda tarjimon bo'lib ishlaydi. Mana buni kelin desa bo'ladi. Eshityapsanmi, Anvarjon? Shunday qizi qadriga yetgan. Gulday qiz, gulday qiz. Oyi, men ishlarim bor edi. Xonada bo'laman. Choyini ichmaysanmi? Ichdim. Buning nega o'zgarib qoldi? Bilmasam, nega o'zgarib qoldi? Tinchlikmi? Oling. Choydan iching. Oling. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlikdir. Mayli.
Ha, tinchlikmi? Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Tinchlikman, Anvar aka. Nimadir kerakmi? Notebookim olmoqchi edim. Mazang joydami? Ha. Biroz holim bo'lmadi. Bo'lmasam yotib dam ol. Yo doktor chaqiraymi? Yo. Men yaxshiman, hozir yaxshiman, xavotir olmang. Yaxshi bo'lsang bor, ishlaringni qil. Oyimga qarash. Xo'p, bo'lmasa siz bemalol ishlaringizni qilavering, men xalaqit bermayman sizga. Nargizaxon? 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 Kelin? Voy, tinchlikmikan ishqilib? Pulingni beraman. Menga hozir kerak. Ichmasam o'lib qolaman. Eshtyapsam o'lib qolaman. Boshim otilib ketay deyapti. Nargizaxon? Shu yerdamidingiz, qizim? O'zim qivoraman. Qizim, boyadan buyon chaqiraman. Eshitmaysiz-a? Telefonda gaplashayotganmidingiz? Nimaga eshikni taqillatmasdan kirasiz? Nima? Bu xona sizga metromi? Nima? Qizim, sizga nima bo'ldi? Nega menga baqiryapsiz, bolam? Boring, xonadan chiqib keting. O'zi boshim otilib ketay deyapti. Yana meni asabimga tegmang. Tinchlik, bolam. Nima bo'ldi? Siz hali ham shu yerdamisiz? Chiqib keting dedim sizga. Xo'p, bolam. Xo'p. Olib keldingmi? Qaraysan? Senga nima bo'ldi, tezroq ber. U kelin bo'lish yoqdimi deyman, a? Vaqt cho'zma bo'l. Ahvolimni ko'ryapsan-ku. Xo'p, mayli. Ol. Suving bormi? Suyingni ko'tarib yurishim qoluvdi. Jamaza qilsan. Kim senga yerga tegdi? Nima qilay? Oyim sezib qolishi boshladilar. Shifoxonaga yotqizib qo'yardilar bo'lmasa. Uchrashuvga chiqsam, kuyovni men bilan ishi yo'q. Sevgani bor shekilli. Bilib turib, baxtsiz bo'lay debsan-da. Yomonam pixini yorgansan-da. Qo'yur. Shunaqa bo'lsa, kamroq men bilan ishi bo'ladi. Menga erkinlik kerak. Meni hech kim tushunmaydi. Mazza qilib yashagim keladi. Hozir bemalolman, ishon. Qaynonang bilan ham erkinmisan? Qaynonamchi hamma narsaga tumshug'ini tuqurmas ekan. Ideal oila. Yaxshi. Pulni olib keldingmi? Mana. Bu yerda ko'proq. Yana ber. Ich to'g'rimi? Ma. Shuncha pulni qayerdan olding? Kuyov bergan qalin pulini uydagilarga bermadim. Qalin pulni berish olmasa ekan deb ularni aldadim. Juda ham yomonsan-da. Yaxshi. Men ketdim bo'lmasa. O'zingni ehtiyot qil.
Bo'pti. Qizim, Ha, oyijon. qayerdan kelyapsiz? Haligi Boya qilgan qilig'ingizga indamadim. Nima bo'ldi o'zi? Boshingiz shunaqangi qattiq og'riyaptimi? oyijon, kechiring. O'zim ham bilmay qoldim. Boshim qattiq og'rib turgandi. O'qishimizda kurs ishini topshirayotgandik. Shunga bir necha kun uxlamasdan insho yozib chiqdim. Qattiq charchanman-da. Voy qizim-a, qo'rqib ketdim. Nima balo, menga shunaqangi yomon kelin uchradimi deb. Bular qanaqangi dori? Bu haligi bosh og'rig'iga qarshi dori. Yo'lda ichib oldim. Endi boshim og'rimayapti. Bilinib turibdi. Lekin ancha qolib ketdingiz. Dori ichib bir pas ta'sir qilguncha toza havoda o'tirdim. Oyijon, iltimos, meni kechira qoling. Boshqa hech qachon qaytarilmaydi. To'g'risi, nima qilayotganimni bilmay qoldim. Juda ham afsusdaman. Mayli, lekin qaytib bu holat qaytarilmasin. Nima bo'lganda ham qaynona degan nomim bor. Xo'p. Hurmatimni qilishingiz shart. Xo'p bo'ladi, oyijon. Aybimni yuvish uchun o'zim sizga shirin qilib mantiqa beraman, xo'p? Mayli, kiyimlaringizni almashtirib chiqing. Xo'p bo'ladi, hozir. Xo'p. Nargizaxon, bolam. Tinchlikmi, oyijon? Voy. Negadir boshim qattiq og'riyapti. Tunov kunga olgan doringizdan qolganmidi? Boya dori ichgandim. Ta'sir qilmayapti. Oyijon, u doridan qolmadi. Shuncha dorini ichib tashlamagandirsiz, bolam. Nega meni aldayapsiz? Siz-chi boshqa dori icha qoling. U sal kuchliroq, sizga yoqmasligi mumkin. Bolam, kuchsiz dori ta'sir qilmayapti-da. Bo'lmasa sizdan so'rarmidim. Namuncha bitta dorini qizg'onasiz. Yaxshisi, men sizga boshqa dori olib kelib beraman, xo'p? Bo'pti. Bora qoling tezroq, boshim yorilib ketay deyapti. Xo'p. Voy jonim-ey. Dorilar qolmabdi-ku. Kimga aytaman? Birortasiga aytaysam, uyda hech kim ham yo'q. Ha-ya. Kelini dorisi bor edi. Kiray xonasiga. Voy boshim. Qayerda ekan? Namuncha
bitta dorini shuncha berkitmasa, xuddi tilla berkitganda-ya. Voy. Voy boshim ey. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Nimadir bayrammi? Yo'q. Ko'rmayapsizmi? Mazza qilib raqsga tushyapman. Bo'lmasa men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Shunaqa qiling. Boring, boring. Ish qilib dorini ichib qo'ymadim ekan. Nega bunaqa birdaniga o'zgarib qoldi ekan? Oyjon, dorimdan ichdingizmi? Ha? Bittagina ichdim. Shuni ham ko'rdingizmi? Nima qilib tushgan bo'lsam? Lekinchi, rosa zo'rdor ekan. Bittada boshim og'riqlari qoldi. Nimaga tegasiz oyijon? Axir u mumkin emas sizga. Voy, bitta dona ichdim. Hech narsa qilmas, vahima qilmang. Mumkin bo'lmaganda nojo'ya ta'siri bo'lardi-ku. Mana ko'ryapsiz, soppa-sopman. Keling, o'ynaysiz ham. Oy. Qaling. Ay, o'ynaysiz ham. Assalomu alaykum. Keldingiz bola? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qanaqadir bayrammi deyman? Qanaqa bayram bo'lish kerak? Shunchaki kayfiyatimiz yaxshi xolos. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Tinchlik. Ja boshqachasilar-yu. Bo'pti, bo'lmasam men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Ovqat suzib turman, ketishim kerak. Xo'p. Boraqa. Boring, siz ham yeringizga qarang. Xo'p, oyijon. Voy. Qayerga qo'ydi ekan? Berkitib qo'yibdi-ku. Qayerga qo'ydi ekan? Qayerga berkitdi ekan? Voy. Oyijon. Assalomu alaykum oyijon. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bilmayman. Yomon bo'lib ketyapman. Boshim og'rib, tanam titrab ketyapti.
Dorizdan ichay desam, topolmadim. Siz yana dori ichdingizmi? Nimaga ichasiz? Sizga mumkin emas degandim-ku. Bola. Boshim og'riganiga ta'sir qilsin dedim-da. Iltimos sizdan. Boring. Bitta olib chiqib bering. Yo'q. Boshqa ichmaysiz. Mayli. Mayli. Unda tez yordam chaqiring. Boshqa chidolmayman. Boshga bitgan balo bo'ldi-ku bu. Hozir tez yordam chaqirsam, kasalxonaga olib ketishadi. Tekshirsa sirlarim ochilib ketadi-yu. Keyin qamalib ketamanmi shuni deb. Yo'q, yaxshisi dori beraman. Bu yog'i bir gap bo'lar. Hozir olib chiqib beraman. Mana. Rahmat. Rahmat qizim. Qizim, shu dorini nomini o'g'limga yozib bering. Ko'proq olib kelib bersin, ha? Yo'q. Bu dori haqida hech kimga aytmaysiz. Uni maxsus tayyorlattiraman. Bu juda ham kuchli dori. Agar bu kimga aytsangiz, umuman bermayman. Keyingi safar qiynalib yotaverasiz. Hech kimga aytmayman. Dori berib tursangiz bo'ldi. Kelishdik. Ay. Hormen, Ke, Anvar aka, menga pul kerak. nimaga? Oyimga pul zarur ekanda. Qarz berib tursiz. Tezda qaytaraman dedilar. O'zi yaqinda adamga deb qarz so'rovding. Anvar aka, berishadi bir kun. Bitta-yu bitta kuyovlari bo'lsangiz, bera qoling. Pulingiz bor-u. Xo'p, qancha kerak? Shu $600. Sen jinniroqmisan? Shuncha pulni men qayerdan olaman hozir? Hali oylik olmaganman. U bu kimdan olib berib turing? Oylik olganingizdan keyin beraverasiz o'sha odamga. Kimdan olaman men hozir? Hozir hech kim bir-biriga qarz bermaydi. Yaxshisi oyingga ayt. Oylik olganimda o'zim olib borib tashab ketaman. Anvar aka, biror yo'lini qiling, hozir juda ham zarur. Men sani oyingdan qarzim bormi? A? Oylik olsam beraman dedim-u? Yo'qsa shu. Bo'lmasam umuman bermayman.
Nargiz. Nargiz. Ha? Oyimni ahvollari yaxshi emas. Ismalari bor shekilli. Ranglarida rang qolmabdi. Ishga bormasam bo'lmaydi. Muhim majlisim bor. Oyimga yaxshilab qarab turgan. Dorilarini ichir, tez-tez xabar olib tur. Xo'p? Qattu mazalari bo'lmasa, menga telefon qilib ayt yoki tez yordam chaqir. Xo'p, siz ishingizga boravering. Qo'yingiz xotirjam bo'lsin. O'zim qarab turaman. Bo'pti, yaxshi o'tdi. Xo'p, kuzatib qo'yaman. Keldingizmi, Nargisaxon? Bolam, aytganingizni qilib hech kimga indamadim. Endi bitta dona doringizdan bering, bolam. Boshim otilib ketay deyapti. Doridan boshqa qolmadi. Qayerdan olaman? Qimmat turadi-yu. Pul kerak uni olish uchun, oyijon, pul kerak. O'zim olib qo'yganlarimni yarmini sizga berdim. Endi o'zim nima qilaman? Qayoqdan ham o'zi o'shanda ichdingiz siz ham? Bunaqa zarariz deyishini bilganimda umuman boshqa joyga bekitgan bo'lardim. Bolam, iltimos, chidolmayapman. Bitta bering, ichmasam bo'lmaydi, bolam. Bolam, ana u yerda tillalarim turibdi. Oling, hammasini oling. Sotib olib bermasangiz bo'lmaydi, bolam. Mazam bo'lmayapti. Xo'p. Qaysinisida? O'sha yerda. Pushta. Bolam, tezroq bo'ling, faqat jon bolam, o'lib qolaman. Xo'p. Yaxshi. Tez bo'ling. Masudaxon? Masudaxon? Bormisiz? Voy, bo'lmasa. Kim bor? Nargisaxon, keldingizmi? Nargisaxon? Voy, o'lmasam. Masudaxon? Voy, o'lmasam. Masudaxon? Qayerdasiz? Shu yerda. Voy, xudoyim. Voy. Masudaxon, nima bo'ldi sizga? Tinchlikmi? Voy, sho'rim qursin. Bo'ldi. Voy, xudoyim. Issig'ingiz ham baland-ku. Dori olib keldingizmi? Nargisaxon, Endi qani dori? aksiga olib, telefonimni ham olib chiqmabman. Hozir tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Alo. Tez yordammi? Sada ko'chasi 15-uy. Tez yetib keling. Xudo. Hozir. Nargisaxon, chaqiring. Dorisidan bersin. Masudaxon, o'zingizni bosing. Dori bering. Nargiza.
Alo, Qizim, yaxshimisiz? assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men qo'shningiz Aziza opangizman. Oyingizni shifoxonaga olib ketyapmiz. Anvarjonga telefon qilib tusholmadim. O'zingiz aytib qo'yasiz. Xo'p. Aziza opa, oyimga nima bo'ldi? Xali. Doktorlar nima deyishdi? Anvarjon, tinchlan. Senga bir gap aytaman. Faqat o'zingni bosib olgin, xo'pmi? Masudaxonni oshqozonini yuvishdi. Organizmidan kuchli ta'sir qiluvchi moddalar topildi. Nima? Qanaqasiga? Bilmadim. Lekin uylarga kirganimda oying alahsirab, Nargiza dori olib keldingizmi deb mendan so'radi. Ha, uni ustiga xotiningga telefon qilib aytsam ham kelmadi. Keyin yana qo'ng'iroq qildim. Telefoni bo'lsa o'chiq beryapti. Bo'lishi mumkin emas. Balki men adashayotgandirman. Men shunchaki eshitganimni aytdim. Chaqiryotgan telefon o'chirilgan. Вызываемый telefon выключен. Chaqiryotgan telefon o'chirilgan. Вызываемый telefon выключен. Voy, Masudaxon, suv ichasizmi? Nimadir kerakmi? Yo'q. Nargiza qani? Dori olib keldim. Masudaxon, keliningiz sizga kuchli ta'sir qiluvchi dori bergan ekan. Yaxshiyam vaqtida bilib qopmiz. Doktor, agar bu holat davom etganda tez orada o'lardi deyishdi. Rostdanmi? Nargizachi, Nargizaga nima bo'ldi? Militsiya olib ketdi, oyi. Shifoxonaga sizni olib ketganini eshitib, qochmoqchi bo'pti. O'zi ham doriga o'tirib qolgan ekan. To'ydan oldingi hamma tekshiruvlarni tanish-bilish qilib o'tgan ekan. Yaxshi ham sizga qizg'anib, ko'p dori berib yormabdi. Shunda ham endi ancha davolanasiz. Meni bosh og'riqqa desa ishonibman-da. O'zim ham yo'q desa qizg'onyapti deb o'ylabman. 1-2 marta berkitib ichdim. Keyin ichmasam turolmaydigan bo'lib qoldim. Shu yoshga chiqib, shunaqa baloga uchraysan deb o'ylamagandim. Shuni aytishayotganda bitta balo kelsa uyingni vayron qiladi deb. Hammamizni qo'rqitib yuborgan onasi baxtimizga sog' bo'lgan. Alloh shifo bersin. Tuzalib keting qo'shni. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz, onam. Yaxshiyam borsizlar. Yaxshiyam qo'shnisiz borsiz.